Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 yildirki an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovining respublika bosqichi start oldi. Tanlovning ochilish tadbiridan Hamkasbim Ma'rifat Qalandarova xabar qiladi. Yoshlar ovozi yana Bo'zatovda. Vatanimizda yoshlar uchun barcha imkon bor. Har sohada iste'dodlarga doim e'tibor. Tanlov 2021-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Shu yillar davomida yurtimizda 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 128 nafar yangi iqtidorlar yuzaga chiqdi. Tanlov orqali Qoraqalpog'istonning olis manzillarida muhrlandi bu tarix. Tanlovning bu yilgi mavsumida tuman, shahar, hududiy bosqichlarda g'olib bo'lganlar Nukusda tantanali kutib olindi. Minglab mamlakat o'g'il-qizlarini bir maydonda jamlagan davlat rahbarining tashabbusi bilan joriy etilgan yana bir katta loyihalardan biri bu Bo'zatov Fest edi. Mana o'tgan yillar davomida ko'plab o'g'il-qizlar ushbu tanlovda ishtirok etib, o'zlarining iqtidorlarini namoyon eta oldi va bugun ushbu tanlov o'z maqsadiga erishdi desak xato bo'lmaydi. Buni raqamlarda ko'radigan bo'lsak, ushbu tanlovda ishtirok etish istagini bildirayotgan yoshlarimiz son jihatdan ko'payyapti. Shu yilning o'zida 370 ming nafar yosh ro'yxatdan o'tgan. Bu degani demak hududlarda aynan bugun davlat rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar quyi bo'g'inda o'zini samarasini, natijasini beryapti degani. Kuni kecha prezidentimiz bir guruh madaniyat va san'at sohasi xodimlarini yuksak mukofotlar bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Aynan shu kunlarda bu yilgi mavsumimizning final bosqichi o'tkazilayotgan ramziy ma'noga ega, ya'niki Bo'zatov yangi iste'dodlarni kashf qilyapti. Ya'ni ustoz san'atkorlar, ustoz ijodkorlarning izdoshlari bugun yangi O'zbekistonda yetishib chiqishyapti. 170 ga yaqin finalchilar 2,5 milliard so'm miqdordagi mukofot jamg'armasi uchun kurashadilar. Lekin eng muhimi kimlar g'olib bo'lishi ham emas, balki ijod, san'at bilan har kuni yashaydigan yoshlar, do'stlar hamjamiyati yaralishida va ularni ustozlar bilan doimiy muloqoti yaratilishida Yoshlar ishlari agentligi ularni ijodiy faoliyatini kelgusida ham doimiy ravishda Bo'zatov prodyuserlik markazi orqali qo'llab-quvvatlab boradi. Bo'zatov har qachongidan ham faizga to'ldi. Minglab yoshlar iqtidorlarga yana quloch ochdi bu diyor. Tanlovning ochilish tadbirida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi rahbariyati ishtirok etdi va barcha qatnashuvchilarga omad tilashdi. Bu yilgi mavsum ham yangi iqtidorlar uchun ochiq maydon bo'lishiga, munosiblar saralanishiga ishonch bildirildi. Nizomiddin bilamiz, Bo'zatov poytaxtdan salkam 1400 kilometr uzoq masofada joylashgan hudud va davlat rahbari bugun ushbu hududga e'tibor qaratdi va aynan festivalni Bo'zatov bilan nomlanish ham qadar ramziy ma'noda bir hudud uchun o'zgacha ko'tarinkilik, o'zgacha bir motivatsiya beradi. Bu yilgi tanlovning nufuzini nimadan ko'rishimiz mumkin? Qamrovi keng ko'lamda asib bormoqda. 2020-yili bu tanlovga Bo'zatovdan jami 83 yosh qatnashgan bo'lsa, al usul yili 2000 dan aslan yoshlarimiz tizimli o'tib qatnashuv bildirib o'tdi. Hamda rayonlik bosqichda 300 ga shamollash yoshlarimiz qatnashib, eng qizig'i birinchi yili bizning Bo'zatovda bu tanlovga respublika ko'lamida chiqqan yo'q edi. Buni ko'z tegmasin, o'tgan yili buni qatnashishimiz respublikada birinchi o'rinni oldi boshchilik yo'nalishida. Hamda usul yili yana bir qatnashishimiz finalda yoshlarimiz juda quvonchli. Xalqning kayfiyatini o'z oldidan aytib mumkin emas. Tilmay yetkazib bera olmaymiz. Bugun Bo'zatov qanchalik o'zgardi? Albatta, eng birinchi usul turgan yerlarimiz bizlar mal yeyishga bag'ib, usul yerda mening uyim mana ekranning ortida. Usul yerda kelib balagezimizda mal bag'atini yeyishga bor. Hozir ko'rib tursiz, jing'il bosayotgan, patas bo'layotgan yeri shunday ko'rkam yerga aylandi. Bo'zatovda yoshlar uchun imkoniyatlarning barligi bor.
Tadbir avvalida tanlovning o'tgan mavsumlarida g'olib bo'lganlar o'zlarining jonli ijrodagi kuy-qo'shiqlari bilan barchaga ko'tarinkilik ulashdi. Shuningdek, taniqli san'atkorlar ishtirokida konsert dasturi ham namoyish etildi. Bu yerdagi kayfiyat, yoshlar ishtirokini o'zi aytyapti. Tanlov bugun qanchalik ommalashgani, chinakamiga iste'dodlar maydoniga, yoshlar ovoziga aylanganini. Bo'zatovlik Uldevletni aynan mana shu Bo'zatov Fest kashf qildi va bugun u final bosqichida qatnashyapti. Uldevlet, tabriklayman avvalambor. Qaysi yo'nalishda ishtirok etyapsiz? Rahmat, assalomu alaykum. Men baxshili jurnalist bo'yicha 20-30 yosh kategoriyasi bo'yicha qatnashib o'tirman. Hozir men juda to'liq turman, quvonchliman. Asosiy prezidentimizning bizning baxshili jurnalistimizga bo'lgan ayriqcha e'tiborining arqasida qalaverdi. Meni Bo'zatov rayonimizdan bir chekida joylashgan hududimiz. Meni o'sha Bo'zatovga bo'lgan prezidentimizning safari vaqtida meni Bo'zatovlik yoshlarga bir ulkan iste'nim bildirib, meni o'sunda yoshlar havozi Bo'zatov Fest respublika ko'lamidagi ko'rik tanlovda shulkimlashtirib berdi. Albatta biz Qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun, asosiy Bo'zatovlik yoshlar uchun bir ulkan quvonch, ulkan iste'nim deb bilamiz. Ko'rik tanlovi meni o'zimizning yuqori darajadagi sol ustozlarimiz bilan, ustoz bahslarimiz bilan qalaverdi. Meni ulkan xalq artistlari meni ko'rsu imkoniyatlarini berib o'tiribdi. Bizlarga meni har taraflama o'zimizni yetkazib hamda tajriba olishimiz uchun bir ulkan maydon deb aytsak bo'ladi. Ma'lumot uchun tanlov ishtirokchilari 4 kun davomida baxshichilik, an'anaviy ijro, opera hamda estrada kabi yo'nalishda qatnashadi. Respublika bosqichi to'liq televizion formatda tasvirga olinadi. Jonli muhit yaratish maqsadida sozandalar guruhi tomonidan har bir ishtirokchining asariga mos kuy shu joyning o'zida ijro etiladi. Tanlov ertadan o'z ishini boshlaydi. Bu haqda dasturlarimizning keyingi sonlarida xabar berib boramiz.